Bugün ikkili meseleni sözleyli. Birisi hüccet iç usulü. Yana birisi hüccet saqlash ve hüccet saqlash ko'rsatilganmish. Photoshop'daki amillarning hüccet saqlashga ko'rsatilgan ta'siri. Eng avval hüccet içishni ko'rib, hüccet ichish oddiy. Yana tizimlikning ichidan hüccet degan tizimlikning ichidan ichish buyrug'ini ochsam bo'ldi ekan-ku. Mush tuvandikilarning hammasi hüccet ichish munosabatli buyruqlar. Yani hüccet ichish, hüccetni Adobe'ning ko'rgichidan ichish, mushning kichik tipdagi ko'rgichidan ichish, hüccet ichish uchun qo'llanadigan narsalar degandek mush xil iqtidorlar hisoblangan. Biz bularni ko'pincha ishlatib ketmaymiz. Ishlasakmi, mush buyruqlarning ichidan mush hüccet ichishni ishlatamiz. Ya knopka taqsidan Ctrl O'ni bosamiz. Yoki bo'lmasa mouse bilan mushning ustiga qo'sh chekimiz. Bo'sh o'ringa qo'sh cheksamlar ichilyotadi-ku. Mush hüccet ichish ramkasi qo'zg'aladi. Hüccet ichish ramkasi qo'zg'aladi. Hüccet ichish ramkasi qo'zg'aladi degan gap. Buningdan boshqa yana mayada bir qancha xil usul bor ekan, biz bir ashkini ko'rib boqaylik. Mau Adobe'ning ko'rgichisi mau. Mush ko'rgich orqali avval ko'rib, uning yoq ochimi deydi. Mayada hammani ko'rsatib berdi. Bu hatto filmni qo'ya oladi. Hüccetlarni mayadan cho'ngaytib, kichikiltib ko'ra olamiz. Shakllarni masalan, nusxalarini. Uningdan boshqa har qaysi hüccet qisqichlarning turishlik o'rnini aqtira olamiz. Bu hamma narsasini ko'rdim. Adobe tahrirlagan har qanday bir hüccetni, APC olsun, AI olsun, hammasini mush yerda rasm shaklida ko'rsatib. Shunga bir qadar qulay. Mushning orqali ko'rmoqchi bo'lsak, yoki mushning orqali ochmoqchi bo'lsak, masalan, buning ichidan nafas degan xatni ichib qo'yay, qo'sh cheksam, mayga chiqadi ekan shundaqmi? Mushundoq ochmoqchi bo'lgan vaqtimizda shu ostidgilarni qo'llansak, qolganlarni hüccet ichish munosabatli narsalar. Mau eng yaqinda ichilgan hüccetlar. Shu o'rindan hüccetni ochamiz. Bizga hüccet ichishda bek alohida talab qo'yilmaydi. Shunga buni qayta ezvaylab so'zlab o'tirishning zaruriyati yo'q.